Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Royal Premium Ariston boylarini ochamiz ichini. İçini tozalaymiz. Anodani almashtiramiz. Va kommentariyada o'tgan videodagi kommentlarda qoldirilgan savollarga, ba'zi izohlarga javob beramiz inshaalloh. Aristonni xullas ochish uchun bizga kerakli narsa bu yerda apparatning klapan bo'ladi. Buni selekasi ham bor mana tepaga degani. Buni pastkasini ochamiz buni. Ochiladi. 24lik gaishni kurus bilan ochamiz, suv to'kiladi. İçini tozalaymiz birinchi suvini olish uchun. Suvni olish uchun biz bu klapani olmasak tushmaydi. Tushirish faqat bundan tushiriladi. Bundan tushirib bo'lmaydi. Chunki bu issiq suv eng yuqori qavat tepa joydan olinadi. Sabab eng issiq suv yom bo'lsa eng tepasida bo'ladi. Tepasidan pastgacha 5 gradusgacha farqi bo'ladi. Chunki eng tepasidan oladi va ortiqcha bunga suv kirmasa bilan bundan suv olmaydi. Chunki o'zini me'yorida suv to'liq bo'lsa, teng suv bilan to'liq bo'lsa, keyin bu suv to'ladida, keyin tepasidan suvni tushiradi. Bo'lmasa suvni tushirmaydi, suv kirmasa. Xullas, buni oldik. Endi biz mana uni olishimiz kerak. O'tgan videoda bilsangizlar, men Royalni Aristonni ochib, olib yerga keyin ichini tozaladim. Chunki menda umuman tajriba yo'q edi bu haqda. İnternetdan ham ko'rmagandim, biroq kishidan ham so'raganim yo'q edi. Chunki o'zimcha nima qildim? Ochdimda, yerga olib keyin tozaladim. Xullas, endi ochishda biz mana shu qismini olamiz. Tagini olish uchun biz bo'lsa mana zo'r yo'lini ham bor. Buni ochamiz bularni hozir. Ochdik buni. Xullas, biz olishimiz uchun обязательно rozetkadan olib qo'yinglar mintasini. Pastga tushiramiz. Bo'ldi. Bizga inshaalloh xalal bermaydi. Endi biz buni ochishimiz uchun mana tepada boltlar bor. O'shani sekin nima qilamiz? Bundan avval bu yerda nimasi bor? Kontakti bor. Sekin sug'uramiz. Ko'ryapsizlar, mana ikkita kontakt bor. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Bu ichidagi nimasi? Temperaturasi. Temperatura datchiki. Shunga qarab bu qahramonimiz ishlaydi. Xo'sh. Bu zajimlaydi. Qisqa o'tkazib qo'ysak. Bu 13lik gayka bo'lishi kerak. Kurasını olamiz. Shu narsa anod deyiladi ekan. Xullas, vajdi narsalar. Men bu narsa haqida men ko'pchilikdan so'radim. Bu nima ish? İnternetlardan ham ko'rdim. Kommentlarda kimdir yozdi, bu odamni to'k uradi-ku deb. Ba'zilar aytdi, suv yaxshi issa olmaydi. Keyin yana bir kishi yozibdi. Energiyani sarflanishga sabab bo'ladi, ortiqcha energiya bekorga sarflanishga sabab bo'ladi deb o'tgan. Xullas, bu umuman u narsalarga daxli yo'q. Xullas, dalili bo'lsa menga ham chiqsin, nomerim bor. Bu narsa faqat boylerni zanglamasligi uchun xizmat qiladigan narsa. Bu magniydan tayyorlanadigan narsa. Aslida 90% gacha magniy bo'lishi kerak, lekin bizda asosan alyuminiy, keyin ozgina 1-2% magnit solib nima qilishadi, narxi 30 ming, 20 ming atrofida. Lekin
Bu magniy degan metal asosan zanglamaslig'i uchun boshqa metallarni xizmat qiladi. Asosan uning ishi shu. Magniyning o'zi juda kimyoviy modda, u reaksiyaga kirishadi, ko'p yomon kirishadigan narsa. Mabodo agar suvga kirsa, agar qizigan bo'lsa portlab ketadi. Shunaqa narsa bor. Uni saqlash sharoiti neft mahsulotlarining ichida saqlanadi. Oksid yo boshqa oksidlanganligi bo'lsa, shunday saqlash mumkin. Plus buni almashtiramiz. Buni tozalaymiz tenlarni. Yani joyiga qotiramiz inshaalloh. Xullas bu ushbu nimani ichidagi mana yonkisini zanglamaslik uchun xizmat qiladi. Boshqa inshaalloh boshqa uni dardi yo'q inshaalloh. Boshqa qiladigan ishi yo'q buni. Bizga to'kmani qaranglar. Bitta shteker bor, ulanadigan kontakt. E'tibor bering qaysi yo'naga. Bunisiga ulangan, keyin chaplanigan. Ten mana shu narsa faqat. Boshqa boshqa hech biri ten sifatida ish bajarmaydi. Bu narsa o'rtadagi nimasi bu prosto ichidagi nima turadi-yu, termodatchik turadi. O'sha uchun xizmat qiladi faqat. Biz nima bilan tozalasak, tozalash kerak. O'sha videodan qolgan anot. Shakli bundan ham olib ketgan. Mana biz yangi nima oldi? Anot. Bu adashmasam oldik. Bu narxi 30 ming atrofida. 30 ming degani bu magniy ko'p degani emas, demak. Xullas biz anotni eshitishimiz kerak. Latunli ekan. Ichida qanday sariq latunga o'xshagan narsasi bor. Endi bilmayman, balki magniy metali shunaqadir balki. Buni o'z qo'lim bilan ko'rmaganman original nimasini. Original nimalarda bular nimadan bo'ladi? Latundan bo'ladi. Bu latun zanglamaydi, korroziyaga qarshi himoyasi bor. Bularni kuchlarni tushunmayman. To'g'ri keldi bu. To'g'ri keldi. Buni qaranglar faqat. O'ynayapti qiyshir. Qo'lda samolyotda bular tayyorlangan. O'zi narxi ham shunga yarasha. Qarang. Shof joyi bor. Bir taraf tozalanmagan naji. Demak, оборотga kam bo'lgan, shuning uchun ham narxi ham arzon. Buni tozalab chiqishimiz kerak. Xullas tozaladik buni. Olmasdan tozalashga qoldi. İçlerini ham tozaladik. Bu içlerini kompressorda silgan havo bilan tozaladik. Xullas muhim narsalardan qaranglar. Bu temirni bo'lgan. Ne zanglanib ketgan. Endi buni shunday qilsak nima bo'ladi? Shunchaki suv tomadi bo'ldi. Boshqa muammo yo'q, lekin suv tomadi. Ertaga nima bo'ladi? To'g'rishi mumkin, chunki pastda shtekirlar bor. Yani hammasi pastda ochiq turadi. Made in Italy. Italiyada yasalgan ekan.
Xullas biz buning uchun yopishtirishimiz uchun biz germetikdan foydalanamiz. Xullas fokus uchun uzr. Lavr bu. Faqat prikladishni, bu avtomobillarga ishlatiladigan prikladka germetik u. Shu yuqori temperaturaga chidab bera oladi, boshqasi bo'lmaydi. O'shandan foydalanib surtib chiqish kerak atrofiga. Keyin qaranglar. Buni orasida turadigan prikladkasi rezina. Top toza bo'lishi kerak. Toza bo'lishi kerak. Inshaalloh bu hech qanday deformatsiyaga uchramagan. O'zini qayta qo'yamiz. Buni zavod qo'ygan. Biz bir marta ochib qo'ydik. Yana 3-marta qo'yishimiz. Agar mabodo bundan deformatsiya uchragan bo'lsa, yirtilgan bo'lsa yoki boshqa narsa bo'lgan bo'lsa, buni almashtirish kerak. Обязательно tutiladi. Buni bilasizlar, shunday keladi. Ko'ryapsizlarmi? Biz tepasiga unchalik shart emas. Pastsizlar, lekin обязательно surtib chiqamiz. Ozgina chiqamiz. Mana shu chiziq atrofida. Yana qanday muammolar yoki savollar bo'lsa, bemalol Telegram guruhimizga o'tib o'sha yerga yozishlaringiz mumkin. Inshaalloh mutaxassislar bor, ular javob beradi. Inshaalloh biz ham haqiqatdan javob berishga. Yana telefon raqamlarimiz ham bor. Inshaalloh telefon qilinglar. Muammo bo'lganda inshaalloh. Endi buni sekin qo'yishni boshlaymiz. Xullas. Buni ichini ko'radigan bo'lsangiz, shular qolgan. Buni ham tozalashimiz kerak. Qanday usul o'zlaringizni qulay bo'lsa shunga qarab tozalayverasizlar. Mana suv kiradigan trubkasi nimasi eng yuqori qismida suv tushadigan eng yuqori qismida oladi. Shuning uchun nagrevator suvsiz qolmaydi agar klapani olib tashlamagan bo'lsa, apparat klapani. Men buni ichini qo'lda tozalab tashladim. Qo'lim sig'di bemalol. Kimga qanday suv bilan tozalasa ancha yaxshi endi. Menga bu narsa noqulay deb bildim. Tenni qo'ydik mana. Mana sal qiyshiq
shalnikidan